izhor qildi sevgisi. Mayli ularga Xudoyim bersin baxtim. Ular doimo birga bo'lishsin. Hey sinfdosh, unutma do'stlaringni. Eslab yuraylik maktab chog'larini. 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 Assalom azizlar, muhtaram zotlar. Tashrif uchun rahmat, diydor g'animat. Bu damlar g'animat, umr g'animat. So'zimiz boshlashga etingiz ruxsat. Assalomu alaykum Mehridaryo ustozlar, mehribon murabbiylar, hurmatli ishchi opa-akalar. Assalomu alaykum bugungi so'nggi qo'ng'iroq tadbiriga tashrif buyurgan aziz ota-onalar, qadrli maktabdosh do'stlar. Qo'limdan kelgancha aylab ta'rifin, bitiruvchilarimizning qilib hurmatin taklif etmoqlikka beringiz ruxsat. Qarsak urib turing maktabdoshlarim. Endi esa tadbirimizni ochib berish uchun so'z navbatini maktabimiz direktori Jumoboy aka Matchonovga beramiz. Marhamat ustoz. Assalomu alaykum hurmatli va aziz o'quvchilar va ustozlar. Mana bugun haydamasdan oxirgi qo'ng'iroq tadbirina yetib kelib qoldik. 1 yil o'quv yili davomida a'lo o'qigan o'quvchilarimiz tartibli olimpiadalarda ishtirok qilgan, turli tuman tadbirlarida, viloyat tuman olimpiadalarida ishtirok qilgan o'quvchilarimiz bugun tadbirimizda ishtirok qilyaptilar. Mana bu yil maktabimizni 57 nafar 11-sinf o'quvchilari bitiradilar. Men bu 57 nafar o'quvchilarimiz ham omad tilayman. Hammalari oliy yoqlarga o'qishlarga kirsin. Kelajakda hayotda o'rnini topib, davlat uchun, yurtimiz uchun xizmat qiladigan farzandlar bo'lib yetishini istab qolaman va bugungi tadbirimizni ochiqlab e'lon etaman. Bugungi tadbirimizni yaxshi kayfiyat bilan, chiroyli qilib, qarsaklar bilan davom qildiramiz. Hammamiz bugungi bayramimizni yaxshi o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Endi esa navbatni davlatimiz madhiyasiga bersak.
Bugungi so'nggi qo'ng'iroq tantanasining asosiy sababchilari 11-sinf bitiruvchi o'quvchilarni kutib olaylik. Marhamat. Bahorning so'nggi kunlari tugar bolalik chog'lari jaranglaydi so'nggi qo'ng'iroq. Hayır maktabim, hayır do'stlarim, sho'xligim. Afsus afsus sendagina qadringga men yetganimda men bag'ringdan uchib ketarman yangi hayotga oq yo'l tanlaysan sen bizga. Hayır maktabim, hayır sho'xligim, birinchi sevgim, hayır, hayır do'stlarim. Hayır maktabim, hayır sho'xligim, birinchi sevgim, hayır, hayır do'stlarim. İşonmasdim necha yillar qalbimdagi tuyg'ularga. Faqat bugun men shuni bildim, qanchalik jonim sen kerakliging menga. Yodimda sen yozgan maktub, beg'ubor sevgi izhori. Aytgim kelar o'sha kunlarga, bolaligimga sen bilan birga maktabga. Hayır maktabim, hayır sho'xligim, birinchi sevgim. Rahmat, tashakkurlar aytamiz. Ruxsatingiz bilan muhtaram prezidentimizni bu yilgi bitiruvchilarga bag'ishlagan tadbirigini eshitamiz. Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar, ota-onalar, maktab bitiruvchilari. Ruxsat bersangizlar, hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovichning bitiruvchilarga yo'llagan tabrigini o'qib eshittirsam. O'zbekiston Respublikasi prezidenti mamlakatimiz maktablarini bitiruvchi o'g'il-qizlarimizga, qadrli farzandlarim, avvalo siz azizlarning hayotingizdagi bugungi unutilmas quvonchli voqea maktab ta'limini muvaffaqiyatli tugatib
yetuklik shahodatnomasini qabul qilib olayotganingiz va mustaqil hayotga qadam qo'yayotganingiz bilan samimiy muborakbod etaman. Ushbu shukuhli ayyomda mamlakatimizdagi 10 mingdan ziyod maktabda mehribon ustozlar, hurmatli ota-onalar ishtirokida so'nggi qo'ng'iroqlar jaranglab 450 ming nafardan ortiq bitiruvchi yoshlarimiz sha'niga ezgu tilaklar bildirilmoqda. Barchamiz bu fikrlarga chin dildan qo'shilgan holda katta orzu-umidlar bilan kelajak rejalarini tuzayotgan o'g'il-qizlarimizga ularni amalga oshirishda ulkan kuch-g'ayrat, omad va zafarlar tilaymiz. Ayniqsa, maktabni oltin medal bilan bitirayotgan 11500 nafardan ziyod farzandlarimizga, 2000 dan ortiq kumush medal sohiblariga o'qish va izlanishda, jamoat ishlarida o'z tengdoshlariga doimo o'rnak va namuna bo'lib kelayotganliklari uchun alohida tabrik va tilaklarimizni izhor etamiz. Aziz bitiruvchi yoshlar, bugungi kunda biz o'z oldimizga qo'yayotgan buyuk maqsadlarni amalga oshirishda butun xalqimiz qatori bilimli, hunarli, tadbirkor va vatanparvar har tomonlama yetuk yoshlarimizga tayanamiz. Kelajagimiz egalari bo'lgan navqiron avlodimiz yangi O'zbekistonni barpo etishda katta bunyodkor kuch sifatida ishtirok etish uchun zarur sharoitlarni yaratib bermoqdamiz. Jumladan, sizlarning zamonaviy ilm va kasb-hunarlar, ona tili bilan birga xorijiy tillar, IT va innovatsion texnologiyalarni, ijod va tadbirkorlik sohalarini puxta egallashingiz uchun hozirgi kunda 201 ta oliy o'quv yurti, 598 ta texnikum, ko'plab monomarkaz va texnoparklar, kutubxonalar, madaniyat, san'at va sport muassasalari samarali faoliyat ko'rsatmoqda. Ta'limning barcha bo'g'inlari o'quv tarbiya ishlarining sifati va natijadorligini oshirish, bitiruvchi yoshlarimizga tanlov imkoniyatlarini kengaytirish uchun yangi tizim va dasturlar, elektron platformalar ishga tushirilmoqda. Sizlar ana shunday beqiyos imkoniyatlardan oqilona foydalanib, yoshlik faslining oltinga teng har bir daqiqasini qadrlab, kelgusida vatanimiz mustaqilligini, el yurtimiz manfaatlarini barcha sohalarda dadil himoya qiladigan yetuk kadrlar, ongli va oliyjanob insonlar bo'lib, xalqimizga sidqi dildan xizmat qilasiz deb ishonaman. Shuni aslo unutmang. Odamzod hayotda munosib o'rin topishi, el yurtning hurmati va e'tiboriga sazovor bo'lish uchun milliy va umuminsoniy qadriyatlar egallab, doimo oldinga intilib yashashi, izlanish va o'rganishda aslo to'xtamasligi kerak. Halol va mashaqqatli mehnat, ilmga, kasbga, ota-ona va oilaga sadoqat hech shubhasiz insonni yuksaltiradi. Uning hayotini fayzli va charog'on etadi. Ayniqsa, sizlar kabi navqiron, azmu shijoatli yoshlarimizga shiddatli zamondan ibrat olib, har kuni bir natijaga erishib, irodangizni sinovlardan toblab, faqat va faqat oldinga qarab borish yarashadi. Aminman, sizlarning yangi g'oya va tashabbuslaringiz, turli sohalardagi yutuqlaringiz yangi O'zbekistonni yanada qudratli etadigan moddiy va ma'naviy asoslarni barpo etish beqiyos bo'lib qo'shiladi. Sizlardek o'z kuchiga ishongan qat'iyatli yoshlardan qadrdon maktabingiz, aziz ustozlaringiz va ota-onalaringiz butun xalqimiz faqat ezgu ishlar va yorqin natijalar kutadi. Ana shunday yuksak ishonchga doimo munosib bo'ling. Intilish, izlanish va yangilik yaratishdan aslo charchamang. Mustaqil hayot sari ilk qadamlaringiz qutlug' bo'lsin. Aziz o'g'il-qizlarim, Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. Rahmat, tashakkurlar aytamiz. Biz ulug' O'zbekistonning navqiron avlodlarimiz. Bizning bu hayotda orzularimiz, ko'zlagan maqsadimiz, qiladigan ishlarimiz juda ko'p. Lekin eng buyuk, eng muqaddas vazifamiz xalqimiz istiqbolini ko'z qorachig'imizdek asrash, uning xavfsizligini ta'minlashdir. Bugungi bizlar barkamol avlod shu vatanning suyanch ardog'i. Azim chinor bo'lsa gar vatan, bizlar uning ko'rki yaprog'i. Endi esa maktabimiz havaskor qizlaridan ona vatan raqsini tomosha qilsak.
qancha davondan o'tdik, dashtu yobondan o'tdik, o'tdik baland pastlardan, yaxshi yomondan o'tdik. Sinashda bo'ldik do'stim, yurt qadrin bildik do'stim, kamol berdi ozodlik, qudratga to'ldik do'stim. Bizlarga meros vatan, topgaydir e'zoz vatan, bizdan qolsin ertaga go'zal beqiyos vatan. Bu chaman, bu gulshan, shu aziz vatan barchamizniki. Bu chaman, bu gulshan, shu aziz vatan barchamizniki. Xudo berdi bu yurtga, daho berdi bu yurtga, sohib qiron borisiz yo berdi bu yurtga. Ko'rgan yaratgin yurtdosh, yog'du taratgin yurtdosh, o'zin tanigan elga yordin yaratgan yurtdosh. Bizlarga meros vatan, topgaydir e'zoz vatan, bizdan qolsin ertaga go'zal beqiyos vatan. Bu chaman, bu gulshan, shu aziz vatan barchamizniki. Bu chaman, bu gulshan, shu aziz vatan barchamizniki. Tuproq osti ham boylik, tuproq usti ham boylik, qadrin bilib ardoqla, quchog'ingda jam boylik. Yurtimiz ozod do'stim, ozodu obod do'stim, imkonimiz bor ekan, bog'laylik qanot do'stim. Bizlarga meros vatan, topgaydir e'zoz vatan, bizdan qolsin ertaga go'zal beqiyos vatan. Bu chaman, bu gulshan, shu aziz vatan barchamizniki. Bu chaman, bu gulshan, shu aziz vatan barchamizniki. O'zbekiston baxtimiz, g'ururlansak haqlimiz, eng buyuk boyligimiz, shu bunyodkor xalqimiz. Otam o'sgan tuproq bu, onam o'sgan tuproq bu, ko'zga surtay gardini, bolam o'sgan tuproq bu. Bizlarga meros vatan, topgaydir e'zoz vatan, bizdan qolsin ertaga go'zal beqiyos vatan. Bu chaman, bu gulshan, shu aziz vatan barchamizniki. Bu chaman, bu gulshan, shu aziz vatan barchamizniki. 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 Rahmat, tashakkurlar aytamiz. Bu yilgi bitiruvchilarimizni tabriklash uchun so'z navbatini mahallamiz faoli va albatta ko'p yillar mana shu elga yurtga mehnatlari singan akamiz Abdulla aka mana davramizda fayzi kechamiz aziz mehmon. Marhamat Abdulla aka. Avvalambor assalomu alaykum aziz murabbiylar, hurmatli o'quvchilar. Yana shu yilgi bitiruv nalaringiz bilan hammaga tabriklayman. Hammang bir oliy axloqqa kiring, o'qituvchi bo'lib keling, shifokor bo'lib keling. Ishqib yelatimizga xizmatlaringiz tiyatgan inson bo'lib yetishinglar.
Hammani tabriklayman shu bitiruvnasimdan. Rahmat. Tashakkurlar aytamiz. O'zgarish mahallasi fuqarolar yig'ini raisi Ahmedov Matkarim aka davramizda mehmon. Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar, o'quvchilar. Mana bugun maktabimizda shunday bir ajoyib kun. Nodimiz bugun so'nggi qo'ng'iroq tadbirini yig'ilishgan ekanmiz. Men shu fursatdan foydalanib barchalaringizga shu yozgi kanikulllarda yaxshi dam olishlaringizni tilab qolaman. Qolaversa shu maktab bitiruvchi o'quvchilarimiz bir ajoyib bir oliygohlarga kirib, kelgusida yurtimizda bir ajoyib bir insonlar bo'lib yetishlaringizni tilakdoshman. Bugungi bayram hammangizga muborak bo'lsin. Rahmat katta. Rahmat, tashakkurlar aytamiz. Maktabgacha va maktab ta'limi Bog'ot tumani bo'limidan Bobonazar aka, Bobonazarov bugun davramizda aziz mehmon. Marhamat ustoz. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, hurmatli o'quvchilar. Sizlarni shu so'nggi qo'ng'iroq bayram tadbiri bilan barchangizni tabriklayman. Shu maktabni bitiruvchi yoshlarimizni kelgusida shu oliy ta'lim dargohlarini girishlarini hammasini tilakdoshman. Hammangizga tadbir muborak bo'lsin. Rahmat, sog' bo'ling. Tashakkurlar aytamiz. Ana endi ruxsatingiz bilan bu yil maktabimizda yutuqlarga erishgan o'quvchilarimizni tabriklash uchun so'z navbatini maktabimiz direktori Jumoy aka Matchonovga beramiz. Bobonazar aka, marhamat. Maktabimizda Xorazm viloyati va maktabgacha maktab ta'lim boshqarmasining Bog'ot tumani 29-son umumiy o'rta ta'lim maktabi direktori Jumoy aka Matchonovni ta'lim sohasidagi samarali mehnati, yosh avlodni ezgu g'oyalar ruhida tarbiyalash, yoshlar qalbida ilm, fan va bilim intilish ko'nikmalarini rivojlantirishdagi hissasi uchun viloyat maktabgacha va maktab ta'lim boshqarmasining tashakkurnomasi bilan taqdirlaymiz. Aziz o'quvchilar, hurmatli mehmonlar, har bir narsaning ham bir qilingan mehnatning qadr-qimmati bo'ladi deganimizdek, yil davomida o'qish, namunali xulq va boshqa yaxshi sifatlari bilan xizmat ko'rsatgan ustozlarni, qolaversa o'quvchilarimizni taqdirlashga ruxsat bersangizlar. Maktabimizning ma'naviy ishlar bo'yicha direktori o'rinbosari Xudoybergunov Kenjabek tuman xalq ta'lim bo'limi tomonidan taqdirlanadi. Tabriklaymiz Kenjabek, muvaffaqiyat tilaymiz. Bundan keyin ham yaxshiroq ishlashga harakat qilasan. Viloyat olimpiadasida o'quvchilarning 1 va 2 o'rinlarda egallaganligi uchun maktabning geografiya fani o'qituvchisi Matchonov Ne'mat tuman xalq ta'lim bo'limi tomonidan taqdirlanadi. Shunday qarsak o'tirsin-da, bir kayfiyat bo'ladi. Ne'mat, tabriklaymiz, muvaffaqiyat yanada yutuqlarga erishishga nasib qilsin. Maktabning fizika fani o'qituvchisi Yo'ldoshev Abdulla fizika fanidan viloyat olimpiadalarida o'rinlarni egallagani uchun tuman xalq ta'lim bo'limi tomonidan taqdirlanadi. Tabriklaymiz. Yana jonliroq qog'oz o'rishlaysanlar, Abdulla aytib qo'ying. Maktabimizda endi yil bo'yinda aytib kelindi, ingliz tilidan sertifikat bo'lsin, ona tilidan bo'lsin, matematikadan bo'lsin va hokazo fanlardan sertifikat bo'lsin deb aytildi. Lekin ayrim o'quvchilarimiz bu narsalarga e'tibor bermadilar, kam bo'ldi. Shuning uchun bu yerda unchalik ko'rsatkich yaxshi bo'lmadi. Buni tan olishimiz kerak. Lekin shunday bo'lsa ham maktabimizning Otajonov Ismoilov Anvarbek matematika ingliz sertifikatga ega bo'lganligi uchun uning ota-onasi Bahodir Ismoilovni tabriklaymiz. Tabriklaymiz, muvaffaqiyat tilaymiz. Yaxshi o'qishlarga kirib, kelajakda katta bir inson bo'lib, xalqqa, yurtga xizmat qiladigan bo'lib yetishingizni tilab qolamiz. Bo'lmasam davom ettirasizlar. Shuningdek, 29-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi 1-sinf o'quvchisi Maqsudova Madinani a'lo o'qish va namunali xulqi uchun maktab ma'muriyati tomonidan taqdirlanadi. Qana Chaqirlagan bolalar tez-tez kelinglar. Qana atlangiz chiqqan bolalar tez-tez keling. Bormi 1-sinf? Maqsudova Madina
Birinci o sınıftan Recep Bayava Şadmancan. Kelin, ki bakın. Ki. Şadmancan ki. Madinamizdan tabriklaymiz. Hayitbayov Şahsatbek. Hayitbayov Şahsatbek. Kadamov Ubaydullah ikinci o sınıf. Kadamov Ubaydullah. İkinci o sınıf Raman Berdiyeva Diana. Diana. Bir dakika ki. Sadullayeva Melike ikinci o sınıf. Kim Melike tez. Gafurcanova Gülşade. Tabriklaymiz. Yollara qo'q qizim, yaxshimi? Üçüncü sınıftan Alimov Rozi Muhammed. Tabriklaymiz. Rozi Muhammed. Allaberganov Aybek. Raman Berdiyeva Melike 5'e. Ana Aybek. Tezler Aybek. Aybek tabriklaymiz. Melike bu. Melike tabriklaymiz. Zaripova Melike Xan. Azadova Şeyda Xan. Tezleşin kızı. Satınbayeva Jasmine. Saparbayeva Hayitcan. Jasmina tabriklaymiz. Saparbayeva Hayitcan. Aytcan. 4. sınıf okucusu Nematova Nigina. Nigina. Nigina, qana Nigina. Allahşkurov Muhammedcan. Farhadova Ruxshana. Farhadova Ruxshana. İsmailova Melike. 7 budan. Yo'qmi? Yaxshi gapirdi. Kim bu? Senmi? Tabriklaymiz. Melike İsmailova. Melike tabriklaymiz. Sadullayeva Munisa 9 bu. 9. sınıftan Atanazarova İntizar. Munisa var mı Munisa? Tez ket. Tezleşin. İntizar. Tabriklaymiz. Şevketova Feruza 9 bu. Tabriklaymiz. Feruza. 11. sınıf okucusu Huday Nazarov Javahir. Feruza, qani? Tabriklaymiz. Javahir, yollara kur, yaxshimi? Jabbarov Bunyatbek 11'e. 11 B. Adilova Mahidil. 11 B. Farhadova Dilara. Erkinbayeva Dilara. Recepbayov Sahipcan. Yusupbayov Rozmatcan. Neyse var. Kim bu? Ya Yusupbayov Rozmatcan. Bu navda bu? Geografiya feninden olimpiyadalarga chiqib viloyatga qatnashgan uchun. Viloyatda qatnashganim uchun. Tabriklaymiz. Raman Berdiyeva Rayhon. Bormi bu adam? Rayhon. Raman Berdiyeva Rayhon. 11. sınıftan Razak Berdiyeva Dinara geografiya fenidan olimpiyadaga qatnashgan. Bo'lmaydi? Tabriklaymiz qizim, muvaffaqiyat tilaymiz. Shunda. Ya. Ya. Endi sport turlari bo'yicha taqdirlanadi o'quvchilarimiz. Assalomu alaykum. Hurmatli o'quvchilar. Aramizda sport bo'yicha, sport sinovi bo'yicha o'rin olgan o'g'il qizlarimiz bor. Hurmatli vazirimiz Adham Ikramovich tomonidan taqdirlanadilar ko'krak nishoni bilan.
Farhodova Mahinur. Farhodova Mahinur birinchi razryad bilan ko'krak nishoni. Endi taqib turganim olib. Sel berak. Bundan qo'lni qissan. Na, buni endi taqasan. Keyingisi Ismoilova Madinaxon. Bam. Sen men tabriklaymiz. Ismoilova Madinaxon. Ke. Madinaxon, ke. Ko'krak nishoni. Keyingisi Shermetov Amirxon. Bormi? Shermetov Amirxon. Guvohnomasi bu Amirxon birinchi o'rin. Men Zinachov. Resim aldingizmi? Dushamova Sarvinoz. Yaxshimisilar? Guvohnomasi, ko'krak nishoni. Rahmat. Biz hech qachon kimdan kam bo'lmaymiz. Kam bo'lmaymiz illo hech qachon. Biz birdammiz, sobit qadammiz, ortimizda vatan jonajon. Endi esa maktabimiz qizlari tomonidan doirangni chal raqsiga navbatni bersak, marhamat. Davramiz senla go'zal, kelayla xurram do'stim. Doirangni chal, mana bugun bayram do'stim. Davramiz senla go'zal, kelayla xurram do'stim. Doirangni chal, mana bugun bayram do'stim. Dunyo hayron bo'ylasin, havas qilib to'ymasin. Dunyo hayron bo'ylasin, havas qilib to'ymasin. Bizga jo'r bo'lib o'ynasin, bizga jo'r bo'lib o'ynasin. Doirangni Marhamat, ruxsatingiz bilan yakuniy tabriklar uchun so'z navbatini maktabimiz direktori Jumoyga Matchonovga beramiz. Marhamat. Har bir narsaning ham o'zining poyoni bo'ladi. Bizlar ham reglamentdan chiqib bilmaymiz, vaqtimiz chegaralangan. Shuning uchun diqqat bilan eshitib oling. E'lon tariqasida hammaga taalluqli topshiriqlar bo'ladi. Bugun 24-may kuni hozir tadbir tamom bo'lgandan keyin 100% o'qish bo'ladi. Birsing verga ketib, birsing beriga ketib, sening izingdan yugurib, yana bir şey qo'ling chiqarib turay, aynakli. Tartibingni bilib tur. Neda turganingni bil. Shuning uchun avvalambor tartibli bo'lish kerak, diqqatli bo'lish kerak har bir narsaga. Berilgan maktabning ichki tartib qoidalariga bo'ysunishimiz kerak. Sizlarga ham topshiriq bo'ladi. 100% o'qish bo'ladi. O'qish tamom bo'lgandan keyin hamma uyli-uyina boradi.
hech qanday hech yerda tashkil bo'lmaydi, boshqa narsalar bo'lmaydi. Buni hammangiz yaxshi bilasizlar. Mashina haydash masalasi bo'yicha havollaringiz bo'lib turibdi. Hozir 2-3 bola mashina bilan tushib turib, Obilgaydan gruppa qo'yilgan. Yalan tariqasini aytayapman. Eshitib ol quloq bilan. Mashining bilan tushayotgan bo'lsang 37 million so'm jarima to'laysan. Voyaga yetmagan yoshlar mashina bilan narsa tushsa 37 million so'm jarima to'lanadi. Bundan ehtiyot bo'linglar. Undan keyin 1-sinfdan 10-sinfgacha 11-sinflarimiz shu yerda bo'ladi, 9-sinflarimiz shu yerda bo'ladi, imtihon bo'ladi. Qolgan o'quvchilarimizning hammasini 2-iyundan boshlab turib maktabda har kun tadbir bo'ladi. To'garaklar o'tiladi. Prezident tomonidan qabul qilingan 90 kunlik o'quv mashg'ulotlari tashkil qilindi. Buning bo'yicha hamma reja dasturlarimiz tayyor turibdi. O'zing ko'rsatib tur shunday. Bir zaman chidab tursang yarilasan bir yeringda. Shunga mossanda, shu gaplarga mossan sen. Tarbiyang shunday sening. Ben sana aytib turibman bu gaplarni, sening uchun bilsang. Shuning uchun azonda soat 8:30da boshlanadi. Hali ustozlar havollashadi hamma bilan. Ebedgacha tadbir o'tkaziladi har kun. Bozor kunlarida madaniy dam olish xordiqi bo'ladi. Konsert bo'ladi, sirk bo'ladi, boshqa narsalar o'tkaziladi shu yerda. Bunga ham hammamiz qarashimiz kerak bo'ladi. Kanakul davomida suvga tushish ehtiyot bo'linglar. Suvga tushib cho'kib ketgan odamlar ko'p bo'lib turibdi. Shuning uchun bundan ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. İmtihon masalasida 9 hamda 11-sinflarda bitiruv imtihonlari o'tkaziladi. Ana shu bitiruv imtihonlariga kelish vaqti soat 7:30, boshlanish vaqti 8. Biror o'quvchi imtihonga qatnashmaydigan bo'lsa, sababli yoki sababsiz bo'lsa ham atisat hamda shahodatnoma olmaysan. Aytib qo'ying. Biror imtihonga kelmagan o'quvchiga baho ham qo'yilmaydi. 11 yil o'qigan bo'lsang, 11 yilning kuyada atisat shahodatnoma uchun kelasan asan. Lekin uning hech qanday iloji bo'lmaydi. Shuning uchun imtihonlarga vaqtida kelib, imtihonni topshirib, hurmatingda, sizzatingda yursang hammadan yaxshi bo'ladi. Ikkinchi smenimizdagi o'quvchilarimizning diqqatini, ikkinchi smenimiz ham soat 1:30da boshlanadi. Har kungi sifatda darslar o'tkaziladi. Hamma uchun yalollar tushunarlimi? Shuning uchun berilgan topshiriqlarni so'zsiz diqqat bilan bajarish sizlarga topshiriq bo'ladi. Tushunarlimi? Hozir oxirgi kun tamom yangraydi. Zvonok bo'lgandan keyin hammamiz sinflarga kiramiz. O'z me'yorida darslar davom qiladi. Hammaga rahmat. Shodliklarim cheksizroq, ayriliqlar og'irroq, yuraklarga lazzat solar har on so'nggi qo'ng'iroq. Ey chalg'uvchi qo'ng'iroq, chala qolgin jo'shqinroq, qayda yurak esda bo'lsin har on so'nggi qo'ng'iroq. Yillar o'tdi, biz ulg'aydik, olib ilm sirlarin, ta'lim bergan ustozlarga deymiz rahmat, ofarin. Ustoz ko'zlaringda chaqnagan otash, jajji yuragimning shu'lasimasmi? Ustoz kiprigingda yaltiragan yosh, sevinchning, quvonchning nashasimasmi? Ustoz esimdadir ilk marotaba, alifboga undading meni, yangi shodlik ila qo'limdan tutib, porloq kelajakka boshlading meni. Shamolday shoshilib o'tibdi yillar, adirdagi nihol daraxt bo'libdi. Shirindir bag'ringda o'tkazgan kunlar, g'unchalar chinordek kuchga dolibdi. To hayot bor ekan shogird ustozdan, ilm va ma'rifatni ichaveradi. To hayot bor ekan ustoz degan nom, qalblardan qalblarga ko'chaveradi.
Baharına açılgan boy çiçeğim, ey çiçeğim. Sen quyoshsan nurlarini sochgan, sen oylisan nurlarini ko'kka sochgan, sen bahorsan ko'klamizda gullar ochgan, bayramsan ziyomsan chiroyli. Muhabbatda ishq o'yinini o'ynaymiz-ku, qo'llaringni yayrab o'ynaymiz-ku. Qo'shnoyda to'y bor ekan o'ynaymiz-ku, bo'ylarimiz bo'yimizga o'ynaymiz-ku. Tog'lar uzra o'ynab kuylaymiz-ku, yaylovlarda ikimiz kuylaymiz-ku. Shaharlarni unutib kuylaymiz-ku, Beşiktaş çillak jambul o'ynaymiz-ku. Soyaga chiqib, banaga chiqib, kel, meni sog'inib, so'ylardan o'tib, she'rlarim o'qib, kel, samo kabi keng, dunyolarga teng, kuyladim ding. Bir musiqam bor, ding. Qo'yadagi gul, bag'ridagi gul, bo'yimdagi gul. Senga beraman, kuylashimizga, sayraganida gul. O'ynab beraman, kuylab beraman, qalamiz guring, ring. Bir musiqam bor, ding. Sen quyoshsan nurlarini sochgan, sen oymisan nurlarini ko'kka sochgan, sen bahorsan ko'klamizda gullar ochgan, laylomisan ziyomsan chiroyli. Muhabbatda ishq o'yinini o'ynaymiz-ku, qo'llaringni yayrab o'ynaymiz-ku. Qo'shnoyda to'y bor ekan o'ynaymiz-ku, bo'ylarimiz bo'yimizga o'ynaymiz-ku. Tog'lar uzra o'ynab kuylaymiz-ku, yaylovlarda ikimiz kuylaymiz-ku. Shaharlarni unutib kuylaymiz-ku, Beşiktaş çillak jambul o'ynaymiz-ku. Bir chiroyli qarsak bo'lsin. Rahmat. Shu bilan tadbirimizni yakunlaymiz. Barchalaringizga alohida minnatdorchilik bildiraman. Tashakkurlar aytamiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling.